Dehqonchilik sohasida mehnati kam, lekin daromadi yaxshi bizneslardan biri bu qulpinoy yetishtirish biznesi hisoblanadi. Akalar, bu yerda rudbin navi ekishga tayyor holatda ekan. Dehqonlar aytayapti, yil 12 oy hosil beradi uka deyishyapti. Bu yerdagi ko'chatlar salkam 90 kunlik ko'chatlar. Hozir ekiladigan bo'lsa, aprel oylarida hosilini olasiz deyishyapti. Jaydari qulpinoyga qaraganda narxi qimmatroq yurar ekan. Qishda kunlarida 170 ming so'mdan sotsangiz bo'lar ekan. Ko'chatning narxiga keladigan bo'lsak, 5 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishar ekan. Mana o'zlari ham foydalanishga ekib qo'yishgan ekan. Dehqon aka garantiya beryapti. Uka, olgan mahsulotidan, ya'ni ko'chatidan daromadga kirmasa, sotgan ko'chatim 100% pulini to'lab o'zim qaytarib olaman deyapti. Yana bir qulaylik, agar siz daromad qilib ko'chatini ham sotmoqchi bo'lsangiz, dehqon akani o'zi ko'chatini o'zingizdan sotib olar ekan. Bemalol olib, o'z daromadingizni yo'lga qo'ysangiz bo'lar ekan. Akalar, qanaqadir savol bo'lsa, dehqon akani nomerini ekranga qo'yib qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, qulpinoy to'g'risida bemalol savolingizlarga javob olsangiz bo'ladi. Albatta, videoga like bosib, xuddi shunaqa jaydari biznes qidirgan yaqiningizga ulashib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.